Abdullah'nın Gülistanı, Kırk Çakçak'nın kani, Akırık'nın makani, Güzel Kulcu Nahis'le yeni meşrep başladı. Salam bugün sizlerge güzel celil yüzüdün. Koyni gül bağ Gülistan bizning turpan yüzüdün. On bilen çulu kay mollu toxtu yüzüdün. Mazar ve kaş baytukay hem de Xudyar yüzüdün. Meşrepning tayyorlig'imi asas chetdan bitib qopti. Meşrep kelgan mehmonlarni asas chetdan kelib qopti. Ayt yaxshi. Anda bo'lsa, meşrepimizga alayda taklif bilan kelgan Mirshab bilan riyosatchini sahnamiz taqib qo'ydi. Kelib keldik meşrepga, bugun qizil gullarni, yog'ilmayli bizmida, naqsha biyin kuylarni. Taklif qildik meşrepga, riyosatchi bo'lsin deb, 9 qizning bir guli, aziz mehmon dillarni. Rahmat sizlarga. 30 o'g'il jam bo'lib, qo'shal meşrep o'ynadi. Chilib tutar ta'mirni, chaqchaq qilib qaynadi. Bugungi bu meşrepga o'zi gapchi, qiziqchi, ziyrak chantas yigitni Mirshab qilib tanladi. Rahmat. Hurmatli meşrep ahli. Güzel Kulcu Nahisi Jiliyuzdagi barliq aziz qarindoshlar. Salom sizlarga. 30 o'g'il 9 qiz kamini Mirshabdan sizlarga o'tliq salom. Men shu topda Kulcu Nahisi o'tkazilgan bu meşrepga riyosatchilik qilayotganligimdan intayin xushal bo'layapman Mirshab. Shundoq. Men bu bulbullar sayrab turgan, kulki chaqchaq qaynab turgan, tambur kuyi yangrab turgan bu azdiyat o'tkazilayotgan meşrepga Mirshab bo'lganligimdan intayin suyunyapman. Kulcu Nahisi yüzligida cho'ng nahiya. Ashliq ishlab chiqarishda bo'lsa oldingi o'rinda turadi. Uning quchig'i rasla sayli sayohat makonidan. Shundoq kam. Jiliyuzning oq o'riki, Turpayuzning ayyuruq qadimiy shahri, Oqo'zan sayohat o'rni, Ili daryo bo'ylari, Oshin oltin keniga o'xshash sanoat va sayohat o'rinlari haqiqatan ko'pkan. Men mumkin bo'lsa shu joylarga borib sayohat o'ynab kelgim kelyapti-da buni. Bo'ldi, o'ynab keling davsa. Voy to'xtanglar, ayajinglarni besilinglar. Men meşrep ahli saqlab qoldi. Vaqtni chingitib, bugungi meşrepimizni boshlasak qanday deysizlar? Bo'ldi. Ana yigit beshi, meşrepni boshlashga ijozatmikin? Ha, qani ijozat. Undaq bo'lsa bugungi sayli sayohat meşrepimiz boshlandi.